Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Siyasət, coğrafiya, rayon coğrafiyası qatarlıq sahələrdə əhəmiyyətli, düşünüşlük sınırları bilan tanılğan Feridor Rokel əpəndi алдыңғы айда Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin Washington'daki işxanasını ziyaret kıldı. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin Taşqi İşler Ministeri Salih Xudayer əpəndi Xitayning balalarning organlarini yig'ib olib, halal organ sifatida setayotganligini aytdi. Taklimakan joylarda hujumga uchragan F-35 va F-22 tipli aeroplanlarning modeli o'ttirg'a chiqdi. Şərq Türkistan sürgünde hükümeti ulug' doimiz mərhum Sabit domlalarni əslab axborot vositalarida xalqimizni marhumning yo'lida mengishga chaqiriq qildi. Bunda tafsiliy mazmunlarni diktorlarga sunamiz. Siyosat, coğrafiya, rayon coğrafiyasi qatorliq sohalarda ahamiyatli, tushunishlik sınırları bilan tanilgan Feridor Rokel әпәнде алдыңғы ayda Şərq Türkistan sürgünde hükümetining Washingtondagi ishxonasini ziyorat qildi. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin bexatarlik Tashqi ishlar ministeri Salih Xudayer әпәнде Şərq Türkistanni tanishtirib mundaq dedi. Şərq Türkistan 1,828,418 kvadrat kilometr yer maydoniga ega Xitoyning yer ko'lamining 5dan 1ini egallaydigan Xitoy Xalq Cumhuriyati yoki Xitoy Jahongirligining kontrolligidagi davlat. İkinci qitim e'lon qilingan Şərq Türkistan 1949 yili 12 ayning 22 kuni ag'dirildi. Şərq Türkistan Milliy Majlisi 2004 yili mustaqillik va avtonomiya masalasida ikkiga ayrildi. İkinci qitim e'lon qilingan Şərq Türkistan Cumhuriyati bilan munosabatlik bo'lgan 80 va 90 yillardagi mustaqillik harakatiga yetakchilik qilgan harbiy amaldorlar mustaqillikdan voz kechmaydiganligini bildirib, Amerikadagi xalqni mustaqillikqa qoyil qilib, Amerikaning markazida Şərq Türkistan sürgünde hukumatini qurib chiqdi. Biz Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilib, xalqning xalqaro sahnada sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash harakati olib berishiga yetakchilik qilamiz. Biz hech bo'lmaganda Şərq Türkistanning besilingan davlat ekanligini tanitish, milliy harakatimizni xalqaro sahnada qonunlashtirishni qo'lga keltiramiz. Ilgari Amerika 1959 yili Tibetni asir davlatlar qonuni bo'yicha asir davlatlar tizimligiga kirgizgan edi. Biz uningdan ko'p narsalarni orzu qilamiz. Amerika hech bo'lmaganda Şərq Türkistan uchun buni qilishi kerak. Amerika Majlisi Tibetni besilingan davlat deb e'tirof qildi. Şərq Türkistanni besilingan davlat deb qabul qilishi kerak. Reallik shuki, Xitoy bir jahongir davlat. Nurg'ulg'an insonlar Britaniya imperiyasidan keyin mustamlikaning oxirlashganligiga ishonadi. Ammo Xitoy davrimizdagi 21-asrdagi eng chong mustamlikachi Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olganligi buning yaxshi bir misoli. Xitoyning Şərq Türkistonda yurgizayotganlari mustamlika projesining kengaytirilishi. Ularning oxirgi maqsadi mustamlika kuchlariga o'xshash yerli xalqni pok-pokiz yo'qotib, o'z xalqini yerlashtirish. Bu bizning Xitoyning mustamlika va ishg'oliyatiga uchrashimizning sababi. Barliq masalalarning yildizi buningdan iborat. İnson haqlari, kultur erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi qatorliq barliq erkinligimizning kapolati, mavjudligimizning kapolati mustaqil davlatimizni qayta asliga keltirishimizdan iborat. Real nuqtadan qaraydigan bo'lsak, bizning mavjudligimizni kapolatlantirishda intayin kichikgina bir fursatimiz bor. Bizning balki 10 yoki eng ko'p bo'lganda 15 yil vaqtimiz qoldi. Mushu 10 yoki 15 yil vaqt ichida hech bir ish yuz bermasa, biz butunlay yo'qolib ketamiz. Xitoy Tayvanni besib olmoqchi bo'lyotdi. Şərq Türkistanda harbiy hozirliklarni qilyotdi. Xitoyning qo'rquvdigini Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining Şərq Türkistanning mustaqilligini qo'llab, uning jahongirligini ag'dirib tashlashi. Shuningga ishonamanki, xalqaro jamiyat Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Yaponiya qatorliq davlatlar hamkorlashsa, yolg'iz muhojiratda yashayotgan Şərq Türkistonliklarla emas, balki Xitoyning jazo lagerlari va turmalarida azob chekayotgan millionlagan Şərq Türkistonlik turk xalqi fursat berilsa, lager va turmalarda o'lish yoki qul qilinishdan kurash qilib mustaqillikqa erishish yoki o'lishni tanlaydi. Şərq Türkistan sürgünde hükümetining Tashqi ishlar ministeri Salih Xudayer әпәнде Xitoyning balalarning organlarini yig'ib olib, halal organ sifatida setayotganligini aytdi. Iqtisod vaqti xabar to'rining 24-iyun kunidagi xabarda Şərq Türkistonda Xitoyga munosabatlik ahvol intayin murakkab bo'lib, majburiy a'zo yig'ib olish qatorliq ig'ir kishilik huquq dafsanchiligiga oid ayblashlar o'tirg'a qo'yildi. Martdagi Amerika Davlat Majlisining isbot anglash yig'inida mutaxassislar Xitoy doiralarining musulmon, Uyg'ur va boshqa turk millatlarining din uchurini to'plaganligini,
Paris qo'ltiqi davlatlaridan kelgan musulmon tibbiy sayohatchilarni jalb qilib, organ ko'chirish programmasini qo'llashni maqsad qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerikalik Uyg'ur siyosatchi Salih Xudoyor ijtimoiy axborot supisi X'da e'lon qilgan bayonotida Xitoy Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning bir parchasi sifatida bolalarning organlarini ko'chirish uchun bolalar organ ko'chirish markazini ochdi. Xitoy Uyg'urlarning a'zolarini yig'ib halol a'zo sifatida sotadi. 2014 yildan boshlab 1 millionga yaqin Uyg'ur bolalari oilasidan majburiy ayrildi. Bu Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata davomlashtirib kelayotgan irqiy qirg'inchiligining va nomi mashhur organ yig'ib olish harakatining boshqa bir qadamimi, dedi. Kishilik huquq tashkilotlari va shaxslarning guvohlik so'zi qatorliq har xil manbalardan kelgan ayblash va dokladlarda atalmish Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turk xalqining majburiy emgakka selinish, keng ko'lamda tutib turilish va organlarining yig'ib olinishi qatorliq ig'ir bostirishlarga duch kelganligi ko'rsatildi. Bu atrofliq tekshirish va javobgarlikni surishtirishni talab qiladi. Minnesota shtatiga joylashgan foyda olmaydigan tashkilot irqiy qirg'inchiliksiz dunyoning xabariga qaraganda a'zo ko'chirish sanoatining har yili taxminan 1 milliard dollar qiymatida foyda olish talabini qondirish uchun Uyg'urlar a'zolari uchun o'ldirilgan. Xalqaro organlar va hukumatlar bu ayblashlarni tekshirishni talab qilib, Xitoy doiralarining oshkorlik va javobgarligini surishtirishning zarurligini ta'kidladi. Kishilik huquqni qo'g'dash guruhlari vaziyatni davomli yaqindan kuzatib, xalqaroning tekshirishini izchil talab qilib, Xitoyning organ yig'ib olish qilmishining ta'siriga uchragan barliq kishilarning kishilik huquq va izzat hurmatini qo'g'dashiga kafolatlik qiladi, deyildi. Taklamakan çölüde hücumga uçragan F-35 ve F-22 tipli aeroplanlarning modeli o'ttirg'a chiqqan. Bulgar askeri xabar to'rining 21 iyun kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Xalq ozodlik armiyasining havo armiyasi taqlidiy aerodromiga o'rinlashtirilgan Amerika F-35 va F-22 kurashchi aeroplanlarga zarba berishni o'rganish mashqining qadamini kuchaytirayotgan bo'lib, yaqinqi sun'iy hamroh suratlari Xitoyning Taklamakan cho'lida maxsus atalmish Şinjanda taqlid qilingan dushman havo armiyasi bazasi qurganligini, buningda ko'paytirilgan kurashchi aeroplanlar borligini oshkorlagan. Bu yil 5-oyning 29 kuni Google yer shari orqali tartilgan suratlarda model aeroplanning nishon qilingan yerlari va vayron qilingan rayonlar aniq ko'rsatilgan. Ba'zi suratlarda Xitoy havo armiyasining manevr hujumi aeroplanlarning modeliga og'ir ziyon solgan, yana ba'zilarida qisman buzg'unchilik qilgan. Bu qumliq rayonida taxminan 30 model yasalgan. Yaqinqi to'rda bayirlangan suratlarda Amerikaning Arleigh Burke darajalik qo'g'irg'ichi paraxodining Xitoycha ko'paytirilgan nusxasi ko'rsatilgan. Ozodlik armiya dengiz armiyasi bu taqlidni nishon paraxod qilib ishlatib, paraxodga qarshi turish manevrida xodimlarni tarbiyalaydi ekan. Xitoy matroslar Yaponiya Asahi sinfining qo'g'irg'ichi paraxod mashq usullarini to'g'rigan. Manevrda Amerikaning urush paraxodi endisini ishlatishi Beyjingning Amerikani o'zining asosliq dushmani deb qarash ehtimolini ko'rsatib bergan. Beyjing hatto aviamatkalarga ishlatish uchun J-31 kurashchi aeroplanining haqiqiy ko'paytirilgan nusxasini yasab chiqqan. Sun'iy hamroh suratlari yana Arleigh Burke darajalik qo'g'irg'ichi paraxodlarning qumliqning o'ttirisiga joylashgan 2 real modelini oshkorlagan. Bu va'ylar Ukrainadagi urushdan burun oshkorlangan bo'lib, bu taktika yana dushman kuchlarini qaymoqtirish, boyliqni xato nishonga yetaklash va zamonaviy urushda ko'rinish aldamchiligining strategik foydasini namoyon qilish rolini o'ynaydi ekan. Yaqinda Xitoyda yuk mashinasiga o'rnatilgan Amerika vatanparvar aeroplaniga qarshi boshqarilgan bomba sistemasining taqlidi o'ttirg'a chiqqan. Tayvan amaldorlari Leychingto hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Xitoyning orol atrofidagi harbiy faoliyatlarining ko'rinarli oshganligini, besimning kuchayganligini bayqagan. Leychingtoning Tayvandagi saylam g'alabasidan keyin davlatlar o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan. Tayvan analizchilari Beyjingning bundaq manevrlar bilan Taybeydagi yangi hukumatga besim ishlatishni maqsad qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Yaqindan buyon Tayvan oroliga yaqin joyda Xitoy urush paraxodi ko'rinarli oshgan. Ozodlik armiya aeroplani qasddan Tayvanga yaqinlashgan. Ozodlik armiya rayonida doim mina tozalash o'rinlari, kashlik mashg'ulotlar va moy qachalash mashqi qatorliq ko'p xil manevrlar elib berildi ekan. Iyun oyi 1933 yili e'lon qilingan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurg'uvchisi Sabit Damlam Abdulbaq tug'ilgan muborak oy. Sharq Turkiston surgunda hukumati ulug' doimiz marhum Sabit Damlamni aslab, axborot vositalarida xalqimizni marhumning yo'lida mengishga chaqiriq qildi.
Sabit Damlam Abdulbaqi Sharq Turkistonning Otish diyorida 1883 yili iyun oyida tug'ilgan. 1941 yili shahid qilingan. 1933 yili 12 noyabrda e'lon qilinib, 1934 yili 16 aprelgacha davomlashgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining bosh ministri bo'lgan. Davlat atası deb hurmatlanadigan Sabit Damlamning rahbarlik samarasi va Sharq Turkistonning mustaqilligiga o'zini bag'ishlashi bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi va egilik huquqini asliga keltirishdan iborat tavranmas tirishchanliklarimizga izchil yetakchilik qiladi. O'limalarimiz nada? Har qandaq bir millatning o'qigan, bilim egallagan kishilari el-yurtning diniy, ijtimoiy va siyosiy ishlariga rahbar va yo'lboshchidir. Xalq har vaqt olim o'limalarning orqasidan ularning aytgan so'zi va sızgan siziqlarini bo'ylab mangdi. Haqiqiy ilmmi, Allohning amri va rizosimi, saf vijdoniy sadomi har qachon ilm egillarini kishilarga xayrxohlik qilishga, o'z mamlakatiga kuyinish va rahnamolik qilishga chaqirdi. Darvaqa o'limalar payg'ambarlarning varislaridir. Payg'ambarlardan varislarga mol dunyo meros qolgan, balki ilm meros qolgan. Demak, o'lima bo'lg'uchilar millatga payg'ambar tarafidan ko'rsatilgan dinning va dunyoning yo'lini xaloyiqlarga ko'rsatib berishi, bayon qilib berishi kerak. Necha oydan beri mamlakatda inqilob ko'tarilib, cho'ng voqealar yuz berib keldi. Yurt va millat muhim davrlarni, hal qilg'uch tarixiy sharoitlarni boshdan kechirmoqda. Holbuki xalq ting'irqish, hayratlar ichida rahbarlarga muntazir bo'lmoqda. Acaba xalqni din va dunyo ishlarida to'g'ri yo'lga boshlab, iqtisodiyotga elib chiquvchi o'limalarimiz nada? Acaba ular mushundaq chaqda qilmagan rahnamolikni yana qachon qilmoqchidir? Allohning amrini yetkazuvchilarni o'limalarimiz deb hurmat va izzat ko'rsatgan bu millatga imkoniyat yor berishcha ularning xayrlik uchun harakat qilish, yetakchilik qilish birinchi bo'lib ilm ahllarining vazifasi. 3-4 kishini yig'ib olib, nahvi, fiqhi, mantiq o'rgatib dars berib qo'yganga gadandagi majburiyat ado bo'lib ketmaydi. Payg'ambar varislarining payg'ambar izini besib, umumiy musulmonlarga yetakchilik qilmoqi zarur. O'limalarimiz o'qiyotgan kitoblarda nuqul tahorat, namoz va ro'zaga doir masalalar so'zlangan, balki musulmonlarning bir gavda bo'lib, ittifoq holda millatning foyda ziyinini tangsab harakat qilishining, birlikda jihodga otilinishining qonun qoidalari, ahkomlari, shundaqla haq-huquq masalalari, jazo qonunlari, adab axloq va go'zal fazilatga doir ta'limlar, halol va harom andizalari qatorliq nurg'un masalalar bayon qilingan. Ahvol shundoq tursa, o'limalarning sukutda turib olishi harakatsizligi ajoyiblik, ya'ni binormallik jumlasidandir. Hozir mamlakatda urushlar, jidal majralar, qurolsiz musulmon fuqarolar ustidan dahshatli zulmlar elib berilmoqda. Musulmonlarga peshva yetakchi bo'lishi kerak bo'lgan o'limalar nima uchun xalqning kundan kunga ezilib menishining oldini olish va el-yurtning qo'rqinchli holga tushib qolishini to'sib qilish uchun himmat qilishmaydi? Qat'iylik bilan maydon ifodalamaydi. Nima uchun shariat ahkomlaridagi ochiq bayonga asosan chora ko'rishmaydi? Nimaga asoslanib uylaridan chiqmay, o'zi yolg'iz ah-vah qilishib xomush turib olishidir? Peshvoyi ummat bo'lgan bu o'limalar nima uchun xatarlik ahvolga qarshi mudofaa ko'rish, musulmonlarning g'am-g'ussa, dishvorchiliklardan qutulish uchun maydonga chiqib to'plashib, umumiy harbiylar to'piga hamda umumiy xalqqa Qur'on va sunnatning yo'l yo'riqlarini yetkazmaydi? Ular mana shundoq chog'da chiqib qurtulush va nijotlik yo'lini talqin qilishgan bo'lsa edi, ya'ni oydinlashtirib berishgan bo'lsa edi, cho'qim buning g'oyat zo'r foydasi ko'rilgan bo'ladi. Foydasi ko'rinarli bo'lmagan taqdirdami, ular zimminlaridagi majburiyatini ado qilgan, ilmiy vazifasini o'rinlagan hisoblanadi. Acaba bu nimancha tinchlik, nimancha zaiflik, nimancha timtoslik? Bir chetda tanho bo'lib olib, Saybuxoriyni tilovat qilib o'tirganga, xatma qilayotganga ishdan otmaydi. Payg'ambarimiz talab qil, sabab qil deb ko'rsatgan. Payg'ambarimizmi hadis so'zlab berish bilan birga o'zi bevosita urushlarga, muhim voqealarda chora tadbir qilishlarga ishtirok qilgan. Agar hamma ish duo tilovat bilan bitib ketadigan ish bo'lsa edi, payg'ambarimizning duosi bizning duolarimizdan tezroq ijobat bo'ladi emasmi? Bu vajidan yurtimizdagi barcha ulamo va sulahlarimizdan, ya'ni islohotparvarlarimizdan bu muhim kunlarda mumkin qadar har kuni bir o'ringa jam bo'lishib, musulmonlarning hozirgi hol vaziyati haqida fikr mulohaza elib berishni, vaziyatning yaxshi tarafga yurishi, mamlakatda amniyat va osoyishlikning teng amaliylashishi hamda shariatning hamma hukmlarining
chala qolmay ijro bo'lishi haqida chora-tadbirlar qilishini, mayli askarlar bo'lsin, mayli avom fuqarolar bo'lsin, hammasiga islomning keskin hukmlarini bayon qilib yetkazishda endi bo'lsa kechikishini bas qilishini Xudo rizosi uchun o'tinib so'raymiz. Navoda musulmonlar xalqimiz mana shundoq nozik davrini boshdan kechirib turyapsimi, olim ulamolar yana sukutni tanlab yuraversa, bilsinki dunyo va oxiratda zimmalardagi mas'uliyat bakmo ig'irdir. Manba Erkin Turkiston gazeti 14-son 1933-yil 22-noyabr. Kashgar. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.